O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi hamkorlik izchil rivojlanib boryapti. Toshkent davlat texnika universitetida o'tkazilgan Tatsumi Shoukai logistika kompaniyasi vakillari bilan uchrashuv ikki tomonlama qo'shma tashabbuslarga yo'l ochishda muhim qadamlardan biri bo'ldi. Toshkent davlat texnika universiteti va Yaponiyaning yirik kompaniya vakillari ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Og'ir sanoat uskunalarini xalqaro logistika kompaniyasi orqali yetkazish bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqildi. Yaponiya oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda yapon ta'limini o'quv jarayoniga joriy qilish, xorijiy rivojlangan o'sha standartlar asosida talabalarga muhandislik ta'limi bo'yicha ilmlarni berish bo'yicha o'zimizni asosiy dasturlarimizga kiritganmiz. Yaponiyani Tatsumi korxonasi bilan navbatdagi muhandis kadrlarimizga ishga yo'naltirish bo'yicha ishlayapmiz. Mana 2025-yilning iyun oyida 6 nafar talabamiz Yaponiyaga shu kompaniyaga ishga ketgan bo'lsa, mana bugun yana 5 nafar talabamiz ushbu kompaniyaga ishga qabul qilindi va bular qisqa muddatda Yaponiyaning shu kompaniyasida o'z faoliyatini boshlashadi. Ushbu tashabbuslar doirasida biz joriy yilning iyun oyida yangi xorijiy ishchi kuchini yollash tizimi orqali O'zbekistonda 5 nafar xodimni ishga qabul qildik. Bu ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik loyihasi bo'lishi bilan birga universitet bilan olib borilayotgan qo'shma tashabbusning ham bir qismidir. Asosiy faoliyatimiz logistika, ya'ni yuk tashish xizmatlaridir. Shu bilan birga biz texnik yo'nalishdagi talabalarning o'z bilim va ko'nikmalarini global logistik jarayonlarda qo'llashlari, kelajakda yuksak natijalar ko'rsatishlari uchun imkon yaratishni maqsad qilgan holda ushbu loyihani boshlab berdik. Mazkur uchrashuv nafaqat ta'lim jarayonini amaliyot bilan uyg'unlashtirish, balki ikki davlat o'rtasida texnologik almashinuv, qo'shma ilmiy loyihalar va innovatsion tashabbuslarni yo'lga qo'yishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Robiya Xonsirorova, Shohrux Tojnazarov, Yoshlar.